Restoranlarda 100 mingdan kam sotilmaydigan baqlajonli salatni bugun uy sharoitida o'zimiz tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga juda ham muhim sirni oshkor qilganman. Baqlajonlarni turburcha shaklda to'g'rab olamiz, zolotaya semechka yog'larini solamiz. Hech qanday hidsiz va juda ham yengil, tez hazm bo'luvchi yog'. Maxsus baqlajonni kirsillab chiqishi uchun undan solamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib quyuqqina klyar tayyorlab olamiz. Baqlajonlarni klyarga botirib olamiz. Qizib turgan yog'da baqlajonlarni qovurib olamiz. Ahamiyat qiling, yog'imiz juda ham yaxshi qizigan bo'lishi kerak. Pishgan go'shtlarni ham parrak qilib to'g'rab olamiz. Endi navbat sousga. Aroydi sousiga limon suvi va yog' solamiz. Ozginagidan tabga ko'ra tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Sousimiz tayyor. Xohlagan ko'katlaringizni solishingiz mumkin va go'shtni solamiz, aralashtirib olamiz. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Ko'kat bilan go'shtli massani birinchi tarelkaga qo'yib olamiz va ustidan qirsildoq baqlajonlarni qo'yamiz va sous bilan bezatamiz. Buni mazasini ta'riflashga iloji